Vay ayrılgan ihyaydu bilingen Allah bilingen birgeyem dur can. Assalamu alaykum hörmetli televizor köykçiler. Erik televiziyasiga hoş geldinglar. Bugünkü Hayat Şahitler programımızda Kazakistan'ın Almuto şehirde yaşap turayotgan marifetperver, vatansever akalarimizdan Abdug'ufur Qutluk efendimni sizlarga tanıştırıp ötimiz. Diqqatinglar ekranda bo'lsin. Men Abdug'ufur. Dadamning ismi Qutluk. Abdug'ufur Qutluk degan men bo'laman. Men 1936-yili G'ulji shahrida tug'ilgan. 1960-yili Şinjan Pedagogika institutining til adabiyot fakultetini tugatib, G'uljiga kelib, Qaridon maktabida muallim bo'ldim. 2 yildan keyin 29-mayda, 29-may qanliq voqeasi bo'lgan kuni men boshpanalik izlab Sovet ittifoqiga, qo'shni Qozog'iston Jumhuriyatiga boshpana tilab chiqqandi. Men chiqqan kuni G'uljida Il oblastlik partiya komiteti xalqni pulemyotga o'q tutgan, qirg'in bo'lgan kun shu kundi. Shu kunni men hozirgacha unutmayman. Mana 29-may voqeasida men vatandan hijrat qilib Qozog'istonga chiqqan kun mana 51 yil bo'ldi. 51 yildan sal oshdi. Mening balammi, cho'ng o'g'limmi 50 yoshga kirdi. Mo'sha 50 yildan beri mening bu yerga chiqishimdagi sababmi bir savdo qilib tijorat qilay degan bir maqsad bilan chiqmagan. Men u yoqda o'qiyotgan vaqtda millatchi bo'lib qolgan. Keyin maktabda ishlab yurib o'ngchi bo'lib qoldim. O'ngchi millatchi degan bir beshimda ikki qalpoq bo'ldi-da mening. Hukumatga qarshi bir unsur bo'lib qolganim uchun boshpanalik tilab bu yoqqa chiqqanman. Shu vatanimning dardiga bir darmon topqin chiqib edim. Chiqib bu yerda men qilmagan ishim oz qoldi. Muallimmi bo'ldim. Buni shu vatandan chiqqan Uyg'urlar uchun yangi hayot deb gazet chiqadi 1970-yili. Shu gazetga ishga taklif qildi-da, shu gazetda ishladim. Ta pensiyaga chiqqacha 97-yilgacha shu yangi hayot gazetida oldida bo'lim boshlig'i, keyin bosh kotib bo'lib, shuningda ishladim. Endi men o'tgan mushu 50 yillik umrimda bir kunmi vatanning g'amini qilmagan kunim, g'amsiz kunim o'tmadi. Ondaq bo'lgani, anadan ayrılsa bir 3 kun yig'laydi ekan, atadan ayrılsa 7 kungacha yig'laydi ekan. Ana vatandan ayrılıp qolgan odam bir umr yig'laydi ekanda. Men shu ana vatanim Uyg'uristondan ayrılıp qolganim uchun ta bugungi kungacha ko'zim yosh qurmadi. Men endi bu yerga chiqib, ya'ni shu vatanning yo'lida yurdim. Men buning yo'lida yurganda u yoqda milliy inqilobda general bo'lgan Marg'ub Saqovning, Zunnun Tiyepovning, kapitan bo'lgan Ashir Vahidovning shularning o'pcho'risida yurdim. Shular bir ish biladi-ku deb. Xayriyat 1970-yili Sharq Turkiston inqilobi birlik sepi degan Xitoyga qarshi tashkilot qurildi. Uni qurgan odam mashhur mujohid Yusufbek Muxlisov bo'ldi. Men shu vaqtda shu tashkilotga kirdim. Keyinroq Xitoyga qarshi yana bir tashkilot qurildi. Uni Ashir Vahidi boshchiligidagi OAT deb ataldi, Uyg'uriston ozodlik tashkiloti deb. U tashkilotga ular taklif qildi, shu tashkilotga kirdim. Shu tashkilotda bosh kotib bo'lib ishladim. Xayriyat shu tashkilotni ba'zi mushadiki Uyg'urlar, vatanparvarman deb yurgan vatan satqushlar parchalab tashlab yo'qotqicha
ve mayad devlet ilgilerimi onu çekligice ben şu teşkilatta başka atıp işlegendim. Haşır vayidi hakkında gap kısak, haşır vayidimi xuddi yüz muhlis bokşaş, haqiqiy vatanperver adam edi. Vatanın azatlığı için kolluk kural elip köreşken adam edi. Kapitan unvanını ağan adam edi. Yüz muhlis boş, xuddi muş kristalda tazı pak adam edi. Hiç kimge boyuna bağlanmagan. Vatan dese yavatkan işin dest turadigan shundoq adamdi. Ahir İslam'ı vatanını azat kılış yolunda körüşe vatanның davasını xalqaralaştırman deb şunun yolunda menip ölüp ketdi. Bolup mu Aşır Vaydaga vatan hainleri qasd qildi. Suiqasd bilan ölüp ketdi. Gözü ochiq ketdi, armaniga yetemedi. Men shularning tirik shohidi bo'lib turibdim. Endi ularni kim buzdi? Kim parçaladı şu teşkilatlarını? Onu mening vatanim Uyg'uriston qacha azat bo'ladi, şu vaqtda onun so'rig'i cho'qim bo'ladi. Agar men hayat bo'lsa, men tirik shohid sifatida bu da'voning ustida tik turaman. Xayriyat ta'limimiz baka Xudo baydi Rabia Qodirni men degan Uyg'urlar, Mamtimin Hazrat, Mamtimin Hazretler, İsa Begimler, Yusuf Muhlisler, Aşır Vahidler, xalqaralaştıranmagan Uyg'uriston davasını Rabia Qodir hazır xalqara sahniga chiqadi. Xudo ömrünü bersin şu ayolni. Baxtimizga şu aman bo'lsin. Biz şunun ömrünü tilab 5 vaqt namoz o'qib yashayapmiz. Amma asyadimiz şu vatanni azat qilishdi. Bizning düşmanimiz bek cho'ng, bek vahshiy, Bizning vatanimizning boyligi bilan hozir dunyoga xo'ja bo'lish o'yida yuryapti. Hozir kuchlandi bizning davlatning boyligi bilan. Dunyoni og'ziga qarityapti. Gullanib, taraqqiy qilib cho'qqiga yetdi. Amerika bilan uzangi so'qishtirgan yerga yetdi. Bu onun ölümünden xabar berdi. Onun ölümü yaqinlashdi. İmperiya gullendi, o baribir halok bo'ldi. Biz şu kunni ko'rishni arzu qilib yashayapmizda. Baribir o bishiga, chunki onun xohishi bütün dunyoga ega bo'lish. Burun bizni dushmanim bizga dushman bo'lsa, hozir dunyo xalqimi tonib qoldi Xitoyning vahshiyligini. Tonuvatıdı. Demek biz hazır yalnız emas. Bizim davarımız xalqaralaştı. Demek çokum. Bizim vatanımız azat bo'ladi. Şu günni qachon ko'raman degan o'y bilan yashayaptim. Men boshqa armonlarga yetdim. Ayolimi aldım, balımı tapdım. Shoirmi bo'ldim, 15 kitobni chiqardim. Mening bir armonim qoldi. Uyg'uristonning azatligini ko'rish. Uyg'uristonning ayulduz ko'k bayrog'ini ko'rib o'lib ketsam, endi men dunyodan ko'zim o'chib ketmaydi. Men bu yo'lda she'rlarni yozdim. Amerikaga borganda, Oliy Kengashning yig'iniga borganda Obamaga maktub yozdim. Shuningdek bunda parchalar bor. Obama shahringa kelib qoldim. Dardimni dodi-xodi so'rab qo'ygan. Beşimge bala bo'lgan ejdahanın yolunu saddi içinde torab qo'ygan. Beşimge bala bo'lgan bayligimni satmayman, azatlık tegişiman. Obama yülek bulup qo'ysang agar men sana sajda qilib inişiman. Bo'lmasa ta o'lgicha ilişiman. Deb müracaat qildim. Endi o nima tapşırgandı, o mu okugandı, ona bara ko'ramiz. Men ana şu vatan dardida o'rtinib, kuyib, o'chib, mana 75 yoshga keldim. Mening bir armonim qoldi, vatanning azatligini ko'rib o'lish. Şunun azatligini ko'rsam, menda boshqa armon qolmaydi. Ammo u kun cho'qim men ko'raman.
Hazır mən şundaq ümidlikmən ki, mənim hazır çoğ dostlarım var. Düşmənim çoğ bolğan bilən, mənim dostlarım çoğ dostlarım var. Xalqara, teşvikpərvər güçləri, demokratik güçləri, məşu azadlıq əlləri, Amerika başlayan, Yaponiya qollagan. Bula bizning dərdimizin düşəndi, bizning halımızı yetadigan türü var. Amma bu yolda endi şular azad qilib bersə, mən tayaq olaydigan oyum yo'q. Mən qachon vatan meni chaqirdi ekan bu ishqa. Mən o bola chaqam qalam qoldi, balam qoldi demayman, mən tayyorman. Chunki menda bir armon qoldi. Shu armonga cho'qim yetaman men. Hozir shunday ishashdik. Chunki dushmanim cho'ng bo'lgan bilan mening cho'ng do'stlarni xalqaro topdim. Hozir mening ko'ksim biroz qinib turdi. Men ancha tashvishda emasman. Xotirjam yashayapman. O kun yiq. Yusuf Bey, Muxlis ve Haşir Vahid hakkında ayırma biraz to'xtalib o'tamsiz. Bular kimdi? Qanday chiqib qolgan bu yerda, nimani qilgan bular? Haşir nima Yusuf Muxlisov haqida to'xtalay. Yusuf Muxlisov Uyg'uristonda shu xalq muzeysininki muzey deymiz-ku. Şu muzeyninki başlığı deyildi. Başlığı arxeologiya muzeyi batı. Şunun başlığı deyildi. O yerde akademiyada işlegen özü. Akademiyada işlegen. Özü yazğıcı adamdı. Bir yere çıkıp şu Şarkı Türkistan davası yolunda onun yazgan bütün makalesi, bütün eserleri şu ana vatan hakkıdır oldu. Şunun için ana vatan hakkı dastlabki teşkilatını Yusuf Muxlisov kurdu. O birisininki küçkütüşü bilen, birisinin onun eğizduruq selişi bilen kımmidi. O öz vicdanı bilen kaynap çıkıp Xitayga karşı teşkilatını kokmay kurga adam şu Yusuf Muxlisov'du. Onun billi yenidekiler şu vakitte onu kollap, hamma cihatdan kollap ta o ölgüçe bir gün mü vatanının gemisi jürenmedi. O dava qilib chet ellarga chiqadi. O'zi gezi chiqadi, Sharq Turkiston ovozi degan gezi chiqadi. Ammo o'zi namrat turmush ko'chasimi? Lekin dunyosi boy, ma'naviy dunyosi boy odam. Men undaq vatanparvar odamni umrimda birinchi ko'rishim. Men uni o'zim ustoz tutdim. Şu adamlarning ko'zi armon aytama ko'zi ochiq ketdi olamda. Haşir Vahid bo'lsa, u yoqda Şinjan Uyg'ur Abdunum rayonluq Yoshlar ittifoqi degan yoshlar tashkilotini birinchi sekretari bo'lib ishlagan Urumchida. Shu ishni tashlab, oxir bu yoqqa boshpana atalib chiqqandi. Chiqib bu yerda akademiyada Qozog'iston Fanlar Akademiyasining Uyg'urshunoslik bo'limida xodim bo'lib ishlab yurdi. O'zi tarixchi odamdi, tarixni maqta biladi, vatanparvar odamdi. Oxir o'zi qaynab bu shu Yusuf Bekninki tashkilotiga qarshi emas, shuningga ham nafas bir deb bil yurish uchun Uyg'uriston ozodlik tashkilotini qurgandi. Keyin Xitoyning jasuslari Xitoyning qo'li uzurib, mashaylarga yetib, shuning jasuslari tarafidan suiqasdga uchrab o'lib ketdi. Onun ko'zi ochiq ketdi. Ammo uning inisi bor hozir Abdurim Vahida degan bolalari bor, singillari bor, balchaqlari bor. Ular va Uyg'ur xalqi Haşir Vahidani hech qachon unutib qolmaydi. Chunki u o'zi shu vatanning ozodligi yo'lida kurashgani uchun Xitoylar onu öldürüverdi. Gözünü yo'qotdi. Biroq keyin Uyg'uriston tashkilotimi, Sharq Turkiston inqilob birlik sepimi, mayadan Shanxay dogovori degan bu Uyg'urga qarshi bir dogovor bo'ldi, Shanxay shartnomasi. Faqat Uyg'urning qo'liga qo'ysa og'ziga egizdirib soldigan bir shartnoma bo'ldi, bizga qarshi qilgan. Bizni terrorist, bir ish qilsaqli terrorist deb, undaq deb, mundaq deb
Yani ki bizi terörist yapmışlar akmak kılıp, ahir o teşkilatlarımızda mı arıga zıg çürüp, panik ekip, ahir bölüp taşlayıverdi. Şunun yolu da mangan, men vatanperver dep saktı vatanperverlerimi ağzı tirik jürüp bitipti. Bunun soruğu Xuda bursa Uyg'uriston azat bo'lganda bo'ladi. Bu yerda hozir so'roq qilolmaymiz bu qarindoshlar jutida uni. Vaqt kelganda uni so'rog'i bo'ladi. Biz uning tirik shohidlari. Bir men emas, mendek minglab shu Qozog'istonda yashayotgan shunday vatanparvar bolalar bor. Bunun vaqt soati kelganda hisob ilinadi bu ishlar. Men endi o'sha maktabda o'qishni tugatgandan keyin, institutni tugatgandan keyin Qardon 9-o'rta maktabida muallim bo'lib ishlab yurganda aram bermadi-da. Chunki institutda Xitoy qarshi sayrab, ichilib, Xitoyni yomon deb chiqib kelsin degashga, shu Ziyo Samedi o bolaning quyruqlari atilib qolg'ashqa, shu maktabda aram bermagandan keyin men birinchidan o'qish uchun İkinciden, şu ana vatanımni, şu Xitoyning zulmidan azod qilish uchun shu tavaga chiqib ketay deb Sovet ittifoqiga chiqqandim. Chiqqanda o men o'ylagandeklar emasga men chiqqan vaqtlarda. Men ham o'qanmadim. Voy ka, mana o'qidigan kishi bo'lmadi, men o'qanmadim. Shu o'qish bo'lib qoldi. Keyin biroq gazet chiqqanda meni gazet taklif qildi. Şu gazetda ish qilib bilgilishimcha shu yerda yozib, shu gazet meni shoir, jurnalist qilib o'stirdi-da. Endi men Qozog'istondan neni yeb cho'ng qilyapman, 5 bola cho'ng qildim. Men Qozog'istonni yomon demayman. Endi bizmi bir vaqtlarda Qozoq xalqiga qarindoshlikqa yarab, shu Eli sultonligi degan taxtimizdan ayrilib ketgan-to'q. Tazabek degan Batur'unu orasıga bermeslik için Alaxon Sultan taxtini berdikin şu qerindishni bermay shuningga qerindoshlikqa yaragandi. Xudo endi mundaqli bo'lib ketmas, bularning bir qerindoshlikqa yarab bizga mi yordam qila? Endi bizga yordam qilsa, biz bularga ziynimiz tegmaydi, chunki tarixda biz Qozoq bilan so'qishgan emas. Qarindosh xalq biz. Şundaq ümit bilan yaşayapman, Qozoqni bu yomon degim kelmaydi. Bizda maqol bor, suyunishgan quduq tukamay degan. Biz tukadigan xalq emas. Bular ilojsiz endi nima qilyapti? Chunki Shanxay dogovori degan dogovor shuningga kirib qo'ygan yeri bor buning. O dogovor bizga qarshi dogovor. Sizning o'zingizning ijodiy hayotidan biroz so'zlab berasiz. Men endi shu Urumchida yurgan vaqtda she'r yozgan. Student vaqtimda yozgan. Keyin shu dastlabki she'rlarim shu tarix jurnallarida, Şinjan gazetlarida chiqqan meni. Keyin bu yoqqa chiqqanda o'qiyman deb chiqib o'qolmagandan keyin men dastlabda Uyg'ur xalqining qahramon qizi Rizvangul haqida poem yozdim. Poem yozib, shu vaqtida Kommunizm tug'i degan gazet bor-edi. Kommunizm tug'i gazetiga kelsam, Xelil Hamroyev degan shoir bor ekan. Shundan gazet ishlayotgan. Hizmet Abdullin degan cho'ng yozuvchi ishlayotgan ekan. Shular nihoyat iliq qarshi oldida, bu Rizvangul haqida yozibsan-a buni. Bir dilli poem yozibsan-a? Men dedim, yarısı bersanglar, yarımsa kuldanga tashlab yetasizlar aka deb qilsam, da o'qib ber dedi. Hizmet Abdullin. O'qib berdim, bu odam shundaq hissiyotlanib, meni shundaq tabrikladiki, menga uchum qilishga bir qanot bog'lagan odam shu marhum Hizmet Abdullin Xelil Hamroyev bo'ldi. Poem ularga yoqdi. Onun ustiga poema Rizvangul haqida, Uyg'ur xalqining qahramon qizi Rizvangul haqida dedi. Shuni gazetga bosdi. Basqandan keyin meni anadikin yurt jamoat tanishga boshladi. Men ungacha uyimga suv tutgandim, ketmani suv tutib dehqonchilik qilgan. Kolxozda ishlatdim. Keyin she'r chiqqan ekan o'zlari, voy, mana bir shoir mashaydi bor ekan deb izlab so'rab,
Ahir gezitga taklif qildi. Gezitxonada ishildim. Meni men qilganmi? Biri shu Uyg'urning geziti bo'ldi, gezitxonasi bo'ldi. Endi ikkinchisi, yani uni Xudo menga bergan talantdan ko'raman. Men hech kimga bir pul berib, yoki bir yoldirib bostog'im yo'q. Shuningdek, meni 15 kitobim chiqdi. Ne mazmunda kitaplar bu? Kitapdan shu 90% shu vatan haqida she'r. Vatanning qahramonlari haqida, G'enovator haqida bor, Sodir Polvon, Ishfarxon, Moyimxon, Nozigon. U yoq jirag'roqqa borsak, shu O'g'izxondan tortib. Keyin men buni Yaponiyaga borganda, qurultoyda Uyg'uristonda cho'ng qasidamni o'qib berdim. O'zi 1500 misralik Uyg'uriston. Endi uni men yig'lab o'tirib yozgan, uni xalqimni yig'lab o'tirib o'qidi. Keyin meni shu jamoatga to'ntib etdi. Mening butun asyadim shuningda borda. Endi uni men qanday tafsil etib bera olmayman. Uyg'uristonni o'qib chiqsa, shu vaqt u odam mening kimligimni biladi. G'enovator haqida azliq bir so'zlab bera olamsiz? Ko'rganmiz, qanday bir odamdi? G'enovator u jang qilgan vaqtda, milliy inqilob bo'lgan vaqtida men bir 7-8 yosh vaqtlarim. G'enovatorning biz tarafga, bizning mahalliga bir otliq kelgini shundoq yodimda bor. Bizning mahalli O'g'di mahallasi degan mahalda. G'o'ljining O'g'di mahallasi. O'g'di mahallasining yanada Xitoyning butxonasi bor. Shu O'g'di mahallasidagi shu butxonaga G'enovator Quvan Shanxu degan bir necha otliq konvoylari bilan kelibdi. Butxonaga kirib, Xitoylarni hammasi qo'g'lab chiqdi. Chiqib tizib qo'yib, bu haqni bir asli o'q zoya ketdi. Bir bilan aytish kerakda, bunda quchoqlab, bunda tuzib o'q otganini shu vaqt anglab biz qo'rqib ketgan shuni. Bir o'q bilan necha yiqildi ekanda, o'q zoya bo'ladi bu haq birli aytish kerak deb shunda qilganini bir anglagan kichik vaqtimda. Keyin o G'enovator dedi. Keyin u o'zining vataniga sig'may bu yoqqa chiqdi. Bu yoqqa chiqqan vaqtda Toshkent O'zbekiston xaridorlik qildi. U yerda yashadi. Onunki 60 yoshligimi yubileylarga u yerga berib qatnashdik, she'r o'qidik, uning ta'rifini qilib. Keyin Qonayev, Qozog'istonning birinchi sekretari Qonayev xaridorlik qilib, buni Almatodan 80 kilometr nerida Qosh mahallasi o'shadi. Sotsialist Qozog'iston degan savxoz bor. Shuning Qosh mahallasi degan qoshliqlar o'tirilgan mahalli. Shu mahallaga shu odam shuyan tanladig'i, o'sha oxirgi umrim shu yerda o'tsin deb. Shu yerga joylashdi. Shu yerga joylashgandami biz chiqib turdik. Keyin endi o'lib ketdi xayriyat. O'lib ketgandan keyin shunga haykal tiklashga shu Tursun Paltoshev, Hashir Vahidlar shundoq mangdi buning yo'lida haykallarni tiklab, shu ishlarga qatnashdik. Ta hozirgacha uni eslaydigan ishlarda biz shu qabristonlikni egib yuribotimiz-da. Har bir ish bo'lsa, yoki yo'limiz tushib qolsa, shu yerda bir to'xtab duo qilib o'timiz. Bizning ozodligimiz uchun kurashgan bir odamdi u. Qozog'istonda Qozog'iston kelganda o pensiyaga chiqqan vaqt edi. Personalni pensiyaga chiqqan vaqt edi. O damilishda yotdi. Bu yerda bir ish qilmadi. Lekin shu Hashir Kamlar shunga berib maslahat qilsa, har qanday shu Uyg'urning nemisi haqida xat bo'lsa, qo'l qo'yatdi, yanmatdi. Eli bo'lsa bir rat atib kirsanglarchi bir otga yo'lab qo'yib, mingizib qo'ysanglar, yana Xitoy tetikchiligim bor deb turadi deb bichorada. Ashaqqa jutumga yaqinroq kelib o'lib ketdi. O'lgandimi yuzimni Makkaga, qibliga qarab emas, vatanga qaratib qo'yinglar deb vasiyat qilgandi. Mana qahramon edi. Uning qibliga qaratib emas, vatanga qaratib. Men vatanni ko'rib yotay deb shunaqa.
Ben de o kişi bilen cık arlaşmagaçka ona can qılğavaxladı biz baladık. Keyin anladık kahramanlıklarını. Keyin Ziya Semedi, Gıyna Batur hakkında roman yazdı. Yusuf Muhlisov hatırı yazdı Gıyna Batur hakkında. Şular biz okuduk. Hakikaten mi? O Uyghur halkı mağrurlanğıdak bir Batur'du. Çünkü her bir halkını iki kişi tuntudu. Biri Batur tuntudu. Biri alim, şair, yazgıcısı tuntudu. Muşu iki adam tuntudu. Gıyna Batur, Baturluğuyla Uyghur halkını tunutqandı. Sizden yazgan kitaplarınız ne? Qayerden tepişki buludu, qandaq tapalaydı televizor köykiler? Ben hazır özümden yazgan kitapları özümde mukammed. Sana birine hatırı beriş için özümde mukammed efkam. Yani o hazır o kitaplarımı çıkarımız desek ki çıkarımız. Ben çıkarıp boldum. Endi qağan ayat şu tınşap yatı ben. Hazır endi bunu Şanghay Dogoru degen bizning ağzımızını bükütüp koydu. Kolumuzu koyup putumuzu kişen bop turuptu da. Ma qarindaşa elide biz Xitay qarşı bir nima qılanmaymiz, hareket qılanmaymiz. Onu düşünüp durumuz. Onun için ben bu Qazaq xalqidan ranjib turgan yo'q. Bular mı amalsız? Çünkü düşman bek çoğun düşman. Onun bava keliş için hazır kıladigan başka işim yok. Hazır sokuş bolsa mı, miltiq götürüp kıladigan sokuşum yok. Bizden kıladigan işimiz ballarımızı Uygurca ügetsek mi? Ana tilini ügetsek mi? Ana vatanımızın tarixini ügetsek mi? Ballarımızı keyin yuqori ali okuş oralarda ügetsek mi? Kelgüsü bari bir Uygurustan azat buludu. Çünkü bala bolsa böşük tepiludi. Bala ba, böşük tepiludi. Uygurustan azatlıkka hamildar o azat buludu. Şu vakitte onun ilgi bulduğun Uygur balları okumuşluk bombası olmaydı. Okumuşluk bombasa onu yani hak başkırıp verdiği iş bolsa onda azatlıktan ben başkalarının egemenliğinden körüvatıma özünü özü başkırmasa, şunun hocaylıqını özü kılmasa bombaydığı işke, şuna balı terbiyeleştin özüdün başka bir yerde hazır iş mi kalmadı. Ben balların âli mekteplerde okuttum. Nevirlerimde Uygurca okutuvatım ben. Uygurca sözlütüvatım ben. Özünün Uygurluğunu bölüp kalsın diye. Çünkü tilini bilmese, til yok kalsa onun Uygurluğu yokaydı. Her kim Uygurga ama qayadı bolsun, toy töküm bolsun, azır çırak bolsun, özünün kimligini tonutuduğun şiir okup berimen de, özünün kimligini. Doppamga qarab meni tanıdыңmı? Uygurman, BMT'de devletim yok. Tügümeydi. Tügümeydi. Dünya özü müstemliksiz dünyaya öttü. O Xitay aldap, o özü onu bunu müstemlik kılıp aldap can beqivatqan bile o müstemlikden onu mu halk azat kılıdı dünya. Dünyanın yönünüşü başka azı. Hak ümit üzmüsün. Eli tutmağının kırını buzivetme, bu alem uzun alem ümitini üzüvetme deydi. Ben halkımın deydiğim bir gepim var. Uyguristan azat buludu. Onun biz ilgileri biz şu an yaşayımız. Onu biz körümüz. Bizim nevrilerimizle emez, biz körümüz hatta. O gün yakın. Bırak bizden yaşlarımız şununla ilgi boğudak aldı beriş gerek. Uyaki dolar götürüp beriş onun gereği yok. Bilim götürüp, bilim. Maddi cihetten, emez manevi cihetten büyük beriş gerek. Şu vakti da vatandan aldı da yüzü yoğuruk boludu. Bu müsteyyak ayağı bop kalmam da biri. Ama o gün yakın, ümit üzmesi gerek. Özün Uygurluğunu bilge adam bilse, o hiç kimden kam emesligini bilse, o elbette özünün vatanı için canını pida kılıdı.
Ben halkımni aldavatqanim yo'q. Ben mi haq o'qigan 5 vaqt namozni o'qiyman. Mana men turibdi Allohning yo'lida men aytay, biz azat bo'ldigan kun nihoyat oz qoldi. Mening bolalarim, navrilarim, hatto Xudo menga nasib qiladi. Men shu kunni tilovatim. Bu ham ko'raman degan umidim bor. Ben şairin sözü şiir buldum. Özümüzden hoş otlağaların hemisininki anıvetini, hakkını yazgan şiirim buldum. Başka. 21. əsr. Ben bu şiirini 20. əsrde yazdım. Endi şairliğe yerim saran kiloda, yerim mütebbek Türkiye'ye geldiler. Tuğur kim tanıgan turu var. 21. əsr. Uyguristan 10.000 yaşlık akvaş anamsa. Sen anamsan, gel bolmusu dıldı anamsa. Uyguristan kindik benim tükülgen toprak. Senden geçip yaşamandı, ölgen yaşaran. Uyguristan bu əsrde bulmaydı əsr. Uyuk Kaşgarni astanı kıp kurudu əsr. Uyguristan bu əsrde bulmaydı bitap. Bu vatanni nur kaplap çıkıdı oktan. Uyguristan ende emmez hiç kurup emçek. Endi çıkmaz azatlıklı karı çiçek. Azatlıktın artık bağımı cahanda. Altın kafes işir sayrar kuşmu puğanda. Tiligenge köktün düşmez herkes azatlık. Ah azatlık kan şiirin kancılık tatlı. Sorulmanga vermez yallah tacı tahtını. Kimler idi uğurluğan senin bəxtini. Rakiplerini körüp jürmek kancılık çok der. Uyguristan öz kolunda turar takdirin. Taklanmaydı kandı jurmay mukaddes yerin. Her kimge hem kindik günü tamgan yer sağlık. Öz ilim için köreş kılsan bulmaz hatalık. Azatlık için köreşkenler terörist emez. Teröristler ama el demez. Erik için, tenlik için gerek zarf almaz. Ecdatların bizi kalan köreşmek miras. Candin keşfey yitip olmaz deydi cananga. Azatlık için elem tutup carsal cahanga. Şu çağ baxt kuş konar senin kolunga esir boyu saadetli sıkıngan bu el öz erkini öz kolunu tutan şu mahal Eğinayman topsini totuya bulup uluqlayman şanlar enime ziya bulup Sombırık kuşlar kanat gelsi akbaştan şan. Bu bəxtin, bu eriktin deydi el nişan. Kaşgar koysu Mahmud bilen Yusuf'ka heykel. Beşin igiş üçünkiler barca el tügel. İddialı nur töküp tuğsa güzel ifarkan. Nazgûn'un kâmetigi fida bular can. Bayandaydı bürkütke bürketkesi sadır. Karışsıyla boyuncur kan kurar bahadır. Aram bakı yine bağdır beriler. Onu körüp cümlektinin özü bir döler. Mutlu'nun ismi bilen atalgan bir bağ. Ademlerin ayrılmaz her çağ. Şair bolsan el işkidi deydi köyüp yan. Bunlar Nazım namıdaki şu için
medris, navaidin, nizaridin ödülü deriz. Mayın kanının yeşil kangan eli deryası, sahileyde yangrar elinin nağmı navası, güzel kalbi yeşil mehmel yıpımgan sayram, cennet dergah atılıdı tap algılı aram, herkinin tik dağını turup evlatlar, ilahının boyun kuşkup, namını yadlar, derya bulup ilk tuz neyip aydaldın, oynamanı kötürüdü çıkmazsın bandın. Başka bala bolmısıla oran aldığını, bu cihanı bir çıdarının ihunu, Tanrı temin tehiyye kılıp tusuletini, bundan aldılar Adem yemini. Bağlı bulbul, tanrı keklik sayraylı tınmay, eğitim lacı ağlara bağımı mümtah cay. Sorusanlar benim hoşu öten ferzendi. Onu unutup tarı üst öteyme endi. Vatan işte yapı juttu öğrü jügünü. Sizlerge adam yazdım. Hemimizgin Xuda, muşu bayrağımızın Uyguristan'da tikligini, şunun dakika görüşünü kardeşlikte. Aziz qarindoshlar, shuning bilan bugungi Hayat Şahitler programmamiz mushayda yaqinlashdi. Xayr xo'sh, kelar qitimliq programmamizni ko'rishgacha omon bo'lg'aysizlar.